Nima dedi? Shu uzr so'radi. Boshqa bezovta qilmas ekan. Shirin, nima qilsam kechirasan? Mani shunday joyga olib boringki, men hayron qolay. Shunda kechirishim mumkin. Mumkin. Menga qara. Shu ishni bugun qilsak bo'lmaydimi? Yo'q, hozir emas. O'z vaqti kelar. Xat ketyapsan. Uyga. Nima yonimda turishda patlamamsan uchun? Yoki duxingga o'tirdingmi? Men senga отчет berishga majbur emasman. Ol qo'lingni. Sen o'rtog'imsan o'zi? Ha? Nima unda yarim yo'lda tashlab ketyapsan? Men yana bu isqirtishlaringga aralashish niyatim yo'q. Endi qo'lingni ol. Olmasamchi? O'rtoq, sen menga keraksan. Lekin bu ishning oxiri yo o'lim, yo qamoq. Ana isqirtiq qilgan ishi miyamdan chiqmayapti. Qilgan ish uchun javob berish kerak. Vobsheta bunaqa ko'chalarni yo'qotib yubormoqchiman. Tushunaman seni. Lekin bu ish uchun senga tajribasi bor odam kerak. Bu odam bo'ladimi? Kim?